Assalomu alaykum o'rtoqlar, barchaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan yangi magazin ochgan odamlarni, Wildberries ochgan odamlarda qanaqa imkoniyatlari bor, o'shalarni ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Yangi Wildberries ochganlar 2 oylik Jam подписка degan narsa bor Wildberriesda. 2 oylik продвинутый versiyasini besplatно beradi. Bu degani siz 92 ming so'm, ya'ni rublda hisoblasak ham shunaqa 90 ming atrofida rubl bo'ladi. Почти $1000 oshiq podpiskasi bir oyligi 2 oylik bonus beradi. Unda hozir o'sha bergan podpiska Jamdan to'g'ri foydalanish haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Agar продвинутый versiyani sotib oladigan bo'lsangiz 46 ming ekan. Qarang, bir oyga standartnisi 25 ming. Buni yoqqandan keyin ko'pchilik ishlatishni bilmaydi. Shuning uchun bizga beriladigan imkoniyatdan to'g'ri foydalanishni hozir qisqacha o'tib ketamiz. Mana bu yerda mana bu yoqda ko'rishimiz mumkinki, demo period aktivin deyapti. Demo period deyapti. Bizda testoviy rejim bo'lgani uchun hozir podarka bu 2 oylik. 27 avgustgacha ishlar ekan besplatniy versiyasi. Bu yerda qaranglar. Nima ishlatsa bo'ladi? Bir chekkadan aytib o'tib ketaman. Bizniki mana bu yoqilgan besplatniy. Avtozapusk video degan narsasi bor. 50 tagacha videoni, tovarlarni avtozapuskasini qo'ysa bo'lar ekan. Hozir bu yerdan ko'rsataman. Bironta tovarni. Tak, misol uchun zaryadkani oladigan bo'lsak, konkurentlarni ko'ramiz hozir. Tak, video qaysi birda ishlar ekan? Mana buni ko'rishimiz mumkin. Mana kabel. Hozir bosmadim ustiga. Mana shu kabelning videosi qimillashib boshladi. Avtomatik o'zi qimillaydi o'sha narsa. Qisqacha tushuntirib o'tib ketaman, vaqtimiz yetmaydi ko'p. Tushunganlar bo'lsa, 50 tagacha tovarni shunaqa qilib kirgan paytda e'tibor tortadigan qilib videosi avtozapusk videosi bo'lar ekan. Besplatno. Uni maksimal foydalanishga harakat qilish kerak imkon darajasida. Отмечайте товары из своего ассортимента на фото в других карточках вашего магазина deyapti. Buni men hozir tovarlarimni kirib ko'rsata olmayman. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun просто primer ko'rsatib qo'yaman. Mana Wildberriesda turgan bo'lsak, mana bu yerda bunda bordir. Главный suratiga kiradigan bo'lsak, mana burchagida, mana shu burchagida и еще можно посмотреть deb o'zingiz tovarlaringiz chiqib keladi. Mana shu oxirgi suratiga qo'shgan. Bunda yo'q ekan bu podpiskasi. Mana bu yerda o'zingiz tovarlaringiz chiqib keladi. Yana qo'shimchasiga anaqa zakripit qilinadi. Surat ustiga uncha foyda beradigan narsa deb o'ylayman, lekin ishlatib ko'rsa bo'ladi. Keyingi etapi ABC test на главных foto deyapti. ABC test degan narsa bor. Mana bu yerda. Bu yerda bitta razdel ochib olaylik, запасной, чтобы bizga tushunarli bo'lishi uchun. Mana bu yerda ABC test qanaqa ishlaydi? Bu yerda video darsligi ham bor, video instruksiyasi bor. Agar ichiga kirib ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi. Bitta tovar qo'shsangiz, ikkita uchta suratini almashtirib qo'ysangiz bo'ladi. В этом видео мы расскажем. O'zgina o'tkazib olaylik. Test ko'rasiz, qaysi bir surat effektivni bo'ladi, e'tiborni ko'proq jalb qiladi. Wildberries uni 50% klientlarga boshqacha ko'rsatadi. Suratingizni, birinchi suratingizni 50% klientga ikkinchisini ko'rsatadi. Keyin surat razmerini aytyapti. 900 ga 1200 piksel. O'shani ham hisobga olib qo'yinglar har doim. Ko'pchilikning suratlari ham yaxshi chiqmaydi. Agar kimgadir infografika xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. O'zim cho'tki qilib standart bo'yicha professional surat yasab bera olaman.
bez marketing va tekstda bularga e'tibor qilmaymiz mana bu narsalarga. График. Mana o'rtoqlar mana bitta ko'rishimiz mumkin. Variant A, variant B degan joyini ko'rishimiz mumkin. Доля переходов в карточку degan tomonni qaysi birida ko'proq переход bo'lgan, effektivность bo'lgan, o'shani ikkalasini analiz qilib sizga qaysi birida imkoniyatingiz kengroq bo'ladi, effektivность ko'proq bo'lgan o'shanisini sizga ko'rsatib beradi. Mana bunaqa qilib tepasida точка berib qo'yadi. Отметка qilinadi shu. B varianti yaxshiroq ekan, e'tiborni ko'proq tortyapti yoki bo'lmasam A variant. Ketdik. Bu tushunarli bo'ldi.